Короче, soqqani soqqa ko'ra. Assalomu alaykum muxlislar, qalaysan, yaxshi keldingmi? Yaxshimisiz? Charchamayapsanmi? Yaxshi. Qanday ishlaring bo'lyaptimi? Ha, yaxshi. Senda qanaqa qiziqtirgan o'zingning savollaring, nimadirlar bormi? Masalan, biznes yoki bo'lmasa nimalarga qiziqasan? Ha, sizning Insta accountingiz, yuritishingizga qiziqaman. Или prosmotrlaringiz va aktivingiz. O'zingiz siz kunlik istoriya qo'yasiz-ku, reklama qo'yasiz, postlar qo'yasiz. O'shani tekinga qo'yasizmi, pullikmi? Yo'q, конечно, pul. Sen tekinga qo'yasanmi? Men tekinga qo'yaman. Yo'q, asalim. Eng katta xatosi shu hozirgi sani akkauntingni analiz qilib chiqqanda bemalol istoriyalaringni 1 milliondan kamiga emas. Postlaringni ham normal pulga qo'ysang bo'ladi. Negativlarga qanday qaraysiz? Negativlarga, imkon boricha negativlarga e'tibor bermash kerak. 16-17 yoshlarga qanaqa vlog yuritishni maslahat berasiz? 16-17 yosh. Masalan, 16 sen yoshingga masalan ham chiroylisan, ham har tomonlama idealni qilsan, Instagramda eng qiziqarlisi 3 sekund. O'sha payt salom o'rtoqlar, men sizlarga hech qachon aytmagan yoki bo'lmasa hech kim qila olmagan yoki ko'rsatmagan, O'zbekistonda bo'lmagan narsani aytaman. 4 yil, 5 yilda erisha olmaganimda katta summaga kurs sotib oldim, lekin ana onlayn kirib boqdim bugunda, lekin katta natijaga. Hamma подписчигim yaqinda ham 12 mingta edi. Srazi 29 mingta bo'ldi. Hammasi nakurtkamas, jivoy. O'qish kerak demoqchiman. Barmalak oshirish kerak. Odamlarning gapi bilan yashaydigan bo'lsang, masalan, yashamashing kerak. Sizlarni ichinglardagi og'riqni birgalikda yechamiz va malham topishga harakat qilib ko'ramiz. Bu albatta sizlarga katta yordam, balki sizlarning hayotinglarni tubdan o'zgartirib yuborishi mumkin. Masalan, muxlislar seni ertadan hayoting o'zgaradi. Nega bilasan? Shuncha tekinga reklamani olib yuribsan-ku. Ertadan bunda o'zing ishonch hosil bo'ldimi? Ha. Ertadan inshaalloh bu pulga oladi reklamani. Qara lekin. Pulga ol. Chunki uvernising o'zingga ishonching oshdi, to'g'rimi? Ha. Chunki axvati, prosmotri prям dahshatda, lekin o'ziga ishonchi yo'q. O'sha motivatsiyani men sizlarga beraman deb ertadan pulga oladi. Короче, soqqani soqqa ko'ra.